Amerikada kinoga harakat qilib ko'rmadingizmi? Bu ham juda bir qiziq savolda. Esingizda bormi, Kichkina tabib filmida fransuz doktor keladi. No. O'sha no deb gapiradi. O'sha odam masalan O'zbekistonga keldi masalan, endi aktyor bo'laman deb. O'sha kichkinagina epizodda o'ynadi. Keyin o'sha odamni ko'rganmiz boshqa joyda, masalan, boshqa bir kinoda. Endi aytayotgan gapim birda. Masalan, bizda Amerikaga borsak, o'tda millionta o'zlarining aktyori bor. O'sha yerda tug'ilib o'sgan, tili zo'r, hammasi o'sha mentaliteti o'sha hammasi mos kelgan aktyorlar, masalan, ular o'zlari topa olmayapti, masalan, rolni. Gollivud, Los Anjelesda yarmi aktyor menimcha. Tushunyapsizmi? Endi bizlar borsak, masalan, o'sha o'ynaydigan bo'lsak, kim o'ynaymiz bizlar? Yo'q, o'zi umuman qiziq bo'lmadimi? Deylik, shu pavilyonlarga borib ham men bilardim bir narsani. Menga borlar aytgandim, masalan, bormaysizmi, Gollivudga bormaysizmi, bu qilmaysizmi deb aytishadi deyman. Men aytaman, men nima qilaman, nima massovkada turishim kerakmi orqada? U 3-riyatda masalan Brad Pitt o'tib ketadimi hatto, men hatto keyin yozaman Facebookda masalan, bugun yonimdan Brad Pitt bilan syomka qilganman deb yozishim kerak-da. Menga uyatda bu narsa. Prosta men Gollivudda yuribman degan nomi uchun bormaysiz? To'g'ri.